O'rtoqlar, assalomu alaykum. Servisimiz to'liq ishga tushirib oldi. Bugun sizlar bilan servisning ish jarayonlari, bizani instrumentlarimizga bitta углублённый обзор qilmoqchiman. Bu servisimizni shina montajka qismi. Endi novoiy texnologiyada olib kelingan apparaturalarimiz, bu balansirovочный apparatimiz. Ручной гидравлический кран мобильный. Bu yoq уже bizada gidravlitskiy teleshka. Tak, bu bizani 4 ta помощнигimiz, ходовойchilar juda ham yaxshi tushunsa kerak. Ходовойlar yechayotganda tegdi tirga qilib qo'yishadi. Juda ham удобный narsa. Bular ham hammasi gidravlikada ishlaydigan paddon, oddiy qilib aytganda tushib chiqadigan. Lekin birinchi navbatda ish prosessi juda ham tezlashadi, osonlashadi, qulaylashadi va klientga ham mashinani tez va sifatli qilib berishimizga katta yordam beradigan instrumentlardan. Moy almashtiradigan prosessimiz ham bizada texnologiyalardan ortda qolmagan holatda mana bu davleniyada moy solib beradi va tagidan nasosda tortib oladi. Bu motordagi prisatkalar, har xil nakiblar yoki qoldiq moylar qolib ketmasligini ta'minlab beradi. Is kamera. Motor silindr, motor atsekka tiqqanda silindrlar nagar bormi, yo'qmi, ichi tozami, yo'qmi, polniy ko'rsatib beradigan. O'sha prujina qisadigan, ya'ni amortizator qismi prujinani qisib yechayotganda bu narsa podkapotniy пространствоda har xil shtekkerlar bor. O'sha shtekkerlar simini uzib olishga ishlatiladigan. Bu narsa planka, ya'ni ikkita raspredvallar o'rtasida joylashuvini aniq qilib ko'rsatib beradigan, bu точный zavoddan chiqadigan. Bu ключlar hamma biladigan, o'sha filtrga yechadigan, lekin bular noyob, ayniqsa mana bu ключ, hamma mana gazli ключ ham chugunnisini ishlatishadi. Bular ham o'zi tegi qimmat ham turadi, mana bitta barmoqda aylantiradi. Bu uголок уже elektriklaniki. Bu yerda bizani distansionniy kompyuterlarimiz, bular hammasi distansionniy ishlaydi. То есть o'zini bloki bor, blok mashinaga o'rnatilib ishlaydi qilgandan keyin distansionniy определенный joyga o'tirib olib, ustida bemalol ishini qilishga mo'ljallangan kompyuterlar, hammasi diagnostika, materiallarning yo'nqishlarini tekshiradigan apparatura. Bu yog'i o'zi sal hakkerskiy instrumentga o'tdi. Bu apparaturamiz hozir aytish bo'yicha mashinani kalitini vzlom qiladigan, ya'ni kalit o'rnatsa bo'ladigan. Bu ko'p hozir elektromobillarimizga kerak bo'lyapti. Ключ kartalari qolib plutoni yo'qotib qo'ysa, o'sha plut ulab berishga kerak bo'ladigan apparatura. Mana bu narsa elektromobillarning batareykasining sostoyaniyasini bu orqali ulanganda ko'rsatadigan apparat. Yengilgina ekan. Bundan tashqari mana ham o'ta qimmat turadigan, ustalar uchun juda ham незаменяемый bu narsa Newton meri ham bor. Ya'ni kuchlanishni ham ko'rsatib turadigan качественный трещотка. Bular ham hammasi Tayvanning производствоsi. Bundan tashqari mana gidravlikada buni tepada bizda qulaylik uchun har bitta ustaga qilingan 4 ta точкаga qo'yganmiz. Bu narsani bittasi tok tushadi tepadan, bittasi kompressor havosi. Качественный diagnostika qilishimizga yordam beradigan gidravlitskiy подъемник. Bitta ko'rsatib o'tadigan bu bizani teleshkamiz, ya'ni har bitta usta, har bitta masterni, shu yerda 5 ta bo'lsa, o'zini bittadan alohida teleshkasi bor, ikkalitini o'zligi bilan olib yurishadi. Bu yerda har bir etaji определенный ishni bajaradigan instrumentlar. Ya'ni bu yerda отвертkalar bo'lsa, bu yerda o'sha трещоткаlar, ключlar boshlanadi. Mana keyingi qismida ключlar. Bu narsa ham ayniqsa balonlarni qotirayotganda gaykasini bu ham o'sha kuchlanishni ko'rsatadi. Endi o'zi bu mexanikskiy. Endi qo'ldan kelgancha tushunsam, tushunmasam obzor qilib berdim. Ish jarayonimiz haqida ham videolarni